Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay İctimai Fənlər Akademiyasının Şərq Türkistanda tunji bazasını qurışı diqqət qozğadı. Xitay bu hafta Ürümçide işgaliyet astidagi Şərq Türkistanni kontrol qilish, boshqarish to'g'risida maxsus yig'in ochgan bo'lib, bu jarayonda Xitay İctimai Fənlər Akademiyasining Şərq Türkistandagi bazasining ochilish murosimi o'tkazilgan va bu organning Xitay rejimining Şərq Türkistonni texmo unumli idora qilishi uchun hassa qo'shilganligi da'vo qilingan. Xitay təşviqat organlarının aloqador xabarida bildirilishicha, atalmış yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirining muvaffaqiyatli amaliyoti ilmiy muhokama yig'ini 8 sentabr Ürümchida o'tkazilgan. Yig'inga Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ijrochilari bo'lgan Chin Shaojang, Erkin Tunyaz qatorliqlardan boshqa Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasining boshlig'i, partiya guruhining sekretari Gao Shan qatnashgan. Chin Shaojang yig'inda so'z qilib, Xitoy Kompartiyasining atalmış Uyg'ur avtonom rayonini idora qilish tadbirini kuchli ideviy qo'ral qilib, texmo to'liq umumyuzlik izchillashtiradiganligi, diqqatni atalmış jamiyat muqimligi nishoniga markazlashtiradiganligi, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash liniyasida ching turadiganligi haqida jar solgan. Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasining boshlig'i Gao Shan so'z qilib, Xitoy Kompartiyasining atalmış Uyg'ur avtonom rayonini idora qilish tadbirining nazariya va amaliyotdan iborat ikki qatlamdan tarkib topadiganligini, buning uzoqgacha davomlashtirishga yetaklaydigan harakat programmasi ekanligini, Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasining atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga aloqador tadqiqot kuchlarini beriktirish va bir tutash o'rinlashtirishni yanada kuchaytiradiganligini da'vo qilgan. Mazkur yig'indan keyin Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasining Sharq Turkistondagi bazasining yupiqini echish murosimi o'tkazilgan. Xitoy rejimi bir necha hafta burun Xitoy Kompartiyasining atalmış Uyg'ur avtonom rayonini idora qilish tadbirining nazariy natijalari haqida yig'in ochgan bo'lsa, bu hafta amaliyot qismi haqida yig'in ochgan. Xitoy İctimai Fənlər Akademiyasining Ürümchida ta'sis qilgan yangi bazasi Xitoy yarim yil ichida Sharq Turkistonda ta'sis qilgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonini idora qilish tadbirini kuchaytirish maqsad qilingan 3-organ hisoblanadi. Xitoy bu organlar orqali Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini, irqiy qirg'inchilik jinoyatini texmo kuchaytirish, nazariya va ijro qilish jihatdan yanada ilgirlagan holda sistemlashtirishni planlamoqda. Trump Yevropa İttifaqini Xitoy va Hindistonga 100% tamojna beji yurgizishga chaqirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga besim ishiltish uchun Yevropa İttifaqini Xitoy va Hindistonga 100% tamojna beji yurgizishga chaqirdi. Pul muomala vaqtgasining xabar qilishicha, bu talab Amerika va Yevropa İttifoqining yuqori darajalik amaldorlarining Washingtonda chaqirilgan Moskvaga qarshi iqtisodiy besimni kuchaytirish yo'llarini muzokara qilish yuqori darajaliklar yig'inida o'tirg'a qo'yilgan. Trump yig'inga telefon orqali qatnashib, suhbat ishtirokchilarini bevosita harakatga o'tishga undagan. Xabarga asoslanganda, Trump bu yerdagi eng bevosita usul hammamizning zo'r miqdorda tamojna beji yo'lga qo'yishimiz va Xitoylar neft setib olishni to'xtatguncha bu bojlarni davomlashtirishimizdan iborat. U neftning haqiqatan boradigan boshqa ko'p yeri yo'q degan. Tinchlik kelishimiga elib boradigan aniq bir yo'l xaritasi bo'lmag'achqa, Trump masqadamlik tamojna bejining Moskvaning eng chong ikki neft xaridori bo'lgan Xitoy va Hindistonni setib olishni azaytishga majburlash orqali Rossiyaning iqtisodiy jon tomirini uzib tashlaydigan savdo vositalariga yuzlangan. Hindiston 2022 yil fevraldagi tajovuzdan buyon Rossiya xam neftining importini zo'r darajada oshirgan bo'lsa, Xitoy eng chong umumiy xaridorlik o'rnini saqlab kelmoqda va bu orqali G'arbning embargolarining ta'sirini yengillatadigan intayin muhim kirim manbasi bilan ta'minlamoqda.
Yevropa İttifaqının qandaq javob qaytaradiganligi texicha aniq emas bo'lib, Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlar yangi savdo cheklamalari masalasida ixtilofli holatda turmoqda. Shundaqdimi Trumpning bu chaqiriqi energiya savdosini davomli qo'llayotgan 3 davlatlarga bevosita besim qilish orqali Rossiyaga qaratgan iqtisodiy besimning doirasini kengaytirish uchun Washington tarafidan hozirgacha o'tirg'i qo'yilgan eng kuchli besim taklifi bo'lib hisoblandi ekan. Yevropa İttifaqı Rossiyani Ukraina bilan suhbat o'tkazishga chaqirdi. Yevropa İttifaqı tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati oliy vakili Kaja Kallas seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Rossiyani Ukrainadagi urushini oxirlashtirib, qaytadan suhbat o'tkazishga chaqirdi. Hamda G'arbning Ukrainaning bexatarligiga kafolatlik qilish masalasida birdaklik hosil qilganligini ta'kidladi. Kallas Yevropa İttifaqı va a'zo davlatlarining 2022-yili urush boshlangandan buyon Ukrainaga 169 milliard yevroga yaqin iqtisodiy yordam berganligini, buning 63 milliard yevrosining harbiy yordam ekanligini bildirdi. Kallas G'arblik ittifoqdoshlarining uzun muddatlik bexatarlikka kafolatlik qilish masalasida birdaklik hosil qilganligini ta'kidlab, G'arb Ukrainaga bexatarlikka kafolatlik qilish masalasida birdaklik hosil qildi. Hozir Fidoilar birlashmasining muhim va'dalari ustalda dedi. U yana Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tinchlikqa qilchi qiziqmaydiganligini va majbur bo'lib qolmasa urushni to'xtatmaydiganligini qayd qilib o'tdi. Kallas 4-sentabr Fidoilar birlashmasining Parijda yig'in chaqirib, bir kun keyin Putinning tinchlik saqlash kuchlarini o'z ichiga olgan G'arbning rayondagi mavjudiyatiga qarshi hujum orqali tahdid solganligini eskartib, bu Rossiya tarafidan jiddiychilikning ig'ir darajada avj oldirib etilganligini ko'rsatdi. Shundaqla bu Yevropaning bexatarligini bevosita ojizlashtiryapti. Rossiyaga beradigan signalimiz nihoyatda oddiy. Bu urushda g'alaba qilg'ili bo'lmaydi. Shunga urush maydonini tashlab Ukraina bilan suhbat o'tkazing, deb ta'kidladi. Ammo Finlandiya seshanba kuni Ukrainadagi diplomatik hal qilish chorasining bir qismi sifatida Rossiyaga zamin o'tinib berishni rad qilib, bu xil harakatlarning tinchlik elib kelmaydiganligini, aksicha Rossiyaning rayondagi tajovuzchiligini texmo kengaytirib etadiganligini bildirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.